Donni bosib o'tsa bo'lar singil uchun. Jonni fido etsa bo'lar singil uchun. Ota uyda ulg'ayish bor, qaytish yo'qdir. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Yumshoq ko'ngil sira tana bilmaydigan. Boshingizga kulfat kelsa kulmaydigan. Bu dunyodan o'tar bo'lsak yig'laydigan. Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Yangi uyda toshdek bo'lib qotmaguncha, borgan joyda toshdek bo'lib qotmaguncha, farzandlari birla o'ynab ketmaguncha, singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Assalomu alaykum qadrdanda qadri baland azizlarim. Sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Rossiya Federatsiyasida yashab ishlab kelayotgan Malohatxon opajonimizni mehribon akajonisi Abdumajid aka hamda jiyanlari Mahliyoxon nomlaridan xursand qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, Xudoga shukr. O'zlaring yaxshimi? Bizga Malohatxon opajonimiz kerak edilar. Man o'sha. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Rahmat, mayli, roziman. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Rahmat, borlaringga shukr. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongda murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Endi hamma jigarlar tabriklab yotibdi. Shularning qatorida endi shu O'zbekistonda bitta nima bor? Bitta jiyanimiz Mahliyo, shu hamma vaqt nima deydi? Hurmat, ehtiromda. Aynan kim deb o'ylaysiz? O'sha uchun shu Mahliyodirda. Qisman to'g'ri aytdingiz. Keling, o'zim to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun shukrona kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan eng yaqinlaringiz, mehribonlaringiz nomlaridan oyangiz Ibodatxon opamiz, jiyanlaringiz Mahkamboy, Bekjon, kelinlaringiz Azizaxon, Umidaxon va eng asosiy tabriklarni yo'llagan mehribon akajoningiz Abdumajid aka hamda jiyaningiz Mahliyoxon tabriklamoqdalar. Rahmat, hammalariga rahmat. Xursand bo'ldingizmi? Ha, albatta. Kamidingiz? Qutqa yo'g'idi. Mashalloh. Ana endi ruxsat bersangiz ushbu go'zal tabrikni o'qib eshittiraman. Aha, mayli. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Ushbu go'zal tabrik faqatgina siz uchun maxsus yo'llangan. Onamga o'xshaydi ko'zlaring singlim, otamga o'xshaydi so'zlaring singlim. Otamu onamdan keyin men uchun eng yaqin insonim o'zingsan singlim. Dardlarim aytishga sirdoshim singlim, sabri osmon qadar bardoshli singlim. Yaxshiyamki borsan, mehribon singlim, dardlarim ololgan malhamim singlim. Assalomu alaykum qalbi mehrga, ko'zlari sehrga, yuzlari nurga to'lgan singiljonim. Seni bugungi shukrona kuning bilan oilamiz nomidan chin dildan tabriklaymiz. Senga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolaman. Allohim mana shu aziz joningni omonda asrasin. Farzandlaring rohatini rohatlarda, rohatlanib, mehnatlaring samarasini farog'atlarda ko'rib yur. Baxtingni baxtlilar qatorida ko'rib yurishlik hammamizga nasib etsin. Go'zalim singlim, balki senga hech aytmagandirman. Ayni bugun shuni aytmoqchi edimki, seni juda ham yaxshi ko'raman. Seni menga jigarim, singlim qilib bergan Allohimga behisob shukrlarim bo'lsin. Allohim joningni omonda saqlasin. Sen mening sirdoshim, bebahoyim, qadrli qadrdonim, dunyolarda topilmaydigan olamdagi eng go'zal singlimsan. Ana endi ruxsat bersangiz, jiyaningiz Mahliyoxon nomlaridan ham bir ajoyib she'rni sizga o'qib eshittirmoqchiman.
Ammajon, siz bunchalar yaxshisiz. Oilamiz nuri, qalbim naqshisiz. Otamning jigari, davlatimizsiz. Ammajon, siz bizning savlatimizsiz. Bunchalar ham yoqimli tarovatingiz. Menga o'tgan sizning mahoratingiz. Har bizning uyga kelganingizda bosib turar sizning salobatingiz. Sizdan kelib turar otamning isi. Ularning mehrini sizda ko'raman. Siz dunyodagi eng yaxshi amma, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ammalar ichida a'losidursiz. Gullar ichida siz ra'nosidursiz. Oilamizni jam qilib turgan umrimizning bir ma'nosidursiz. Sizni o'zgacha yaxshi ko'radi qarindoshlarning barchasi. Tilayman hammaning eng kamida bo'lsin sizdek go'zal ammasi. Ammajonim, tug'ilgan kuningiz bilan barcha yaqinlarimiz nomlaridan muborakbod etaman. Ilohim, dunyo turguncha turing. Dunyodagi barcha yaxshi ezgu niyatlarni sizga tilayman deya jiyaningiz Mahliyoxon hamda akajoningiz Abdumajid akamiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz to'g'ridan to'g'ri yozib olinmoqda. Yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Rahmat, ilohim hammalari taxtimda sog' salomat bo'lishsin. Hammalarini Allohim o'z panohida asrasin. Allohga omonat hammamiz. Sizga ham rahmat. Sizlar ham sog' salomat bo'linglar. Xalqning xizmatidan charchamanglar. Rahmat, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Avvalambor sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr oqibat hech qachon sizlarni tark etmasin. Umringiz uzoq, tani joningiz sog' omon bo'lsin. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham sog' salomat bo'linglar. Rahmat, hammalariga rahmat e'tiborlari uchun. Hammalari sog' salomat bo'lishsin. Rahmat, salomat bo'ling. Avvalambor butun yer yuzidagi jamiki mo'min musulmonlarni Allohim o'z panohida asrasin. Shu qatorida musofirchilikda yurgan jamiki vatandoshlarimizni, hamyurtlarimizni, oila a'zolarimizni Allohim o'z panohida asrab, o'z yurtiga, vataniga, oilasi bag'riga sog' salomatlikda, yorug' yuzlar bilan qaytib kelish barchasiga nasib etsin. Topganlari faqatgina to'ylarga, yaxshi kunlarga buyursin. Amin, ilohim hammamizga, hammamiz Xudoning panohida asrasin. Rahmat hammalaringga. Tug'ilgan kunlaringizni yaxshi o'tkazing. Mayli, rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar sizlar ham. Salomat bo'ling. Mayli, rahmat. Hammalaringga rahmat. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.